Ey ukalar, yoshlarga aytayapman buni. Xulqingizda chiroyli bo'lishi primo cho'ntagingizga aloqasi bor. Tushuninglar shuni. Axloqingizda go'zal bo'lishi faqat o'zingizga foydanglar. Chunki axloqi go'zal bo'lishi uchun insonda taqvo bo'lishi kerak. Axloqi buzug'mi, demak taqvosi yo'q. Bunda baraka bo'lmaydi. Ma'qulmi? Bilib qo'yinglar. Mana shunaqa axloqi buzuqlar bilan birga o'tirar ekansiz, ularga keladigan kasofat sizga ham keladi. Chunki ulfating aloqalat bo'lsa, al-mar'u ala dini khalilihi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi kimni do'st ekanini qarasin. Alloh azza va jalla iymon keltirib, taqvo qilib, ana shu barakani qo'lga kiritadigan bandalardan bo'lishimizga o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala.